Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuş qilishimiz qənəmizdə diqqətinizlər ekranımız olsun. Şərq Türkistanda yuqumlanğıçılarning soni 178 ga o'rladi. Atalmış Uyghur Abnum rayonluq Səhiyyə Saqlıqni saqlash komiteti bugun e'lon qilgan eng yangi uchurda bildirilishicha, Şərq Türkistanda Xitoy virusi bilan yuqumlanğıçılarning soni 178 ga chiqqan. 26 iyul soat 0 dan kech soat 24 ga qadar Urumchi shahrida 41 kishi Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi, undan boshqa alomatsiz yuqumlanğıçılardan 38 kishining bayqalganligi. Bular ichidagi bir kishi 12 diviziyada, 37 kishi Urumchi tavallikida ekan. Növbətdə alomatsiz yuqumlanğıçılarning soni 170 ga yetgan. Diviziyada bir, Qashqarda bir kishi bo'lib, Sharq Turkiston bo'yicha umumiy yuqumlanğıçılarning soni 178 ga o'rlagan. Bular ichida 4 bemorning kasalining ahvoli xatarlik bo'lib, 14 bemorning kasali og'ir ekan. Urumchida ayirib tekshirilgan kishilarning soni 8795 ga yetgan. Changsha Kashlik gazetining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Liaoning o'lkasida 14 kishining yangidan Xitoy virusi bilan yuqumlanganligi bayqalgan. 14 bemorning kasal ahvoli normal, 2 bemorning kasal ahvoli yenik ekan. 2 bemor o'lgan. O'lka bo'yicha 203 kishi virus bilan yuqumlangan. 36 alomatsiz yuqumlanuvchi ayirib ko'rsatilgan. Xitoyning CGTN televiziyasi Angliyada cheklanishi mumkin. Guardian gazetining 26 iyuldagi xabariga qaraganda, Xitoyning CGTN televiziyasi Angliyaning munosabatlik organlari bilan tuzgan betaraf turish kelishimiga xiloflik qilib, o'z kanalida majburiy iqror qildirishga oid programmalarni anglatgan. Bu sababli Angliya radio televiziya ishlarini boshqarish idorasi Ofcom Xitoy yer shari televiziya torini Angliya havo to'lqinlaridan chiqarib etish besimiga duch kelgan. Xabarga qaraganda, navbatda Angliya radio televiziya ishlarini boshqarish idorasi CGTN torining Angliyadagi inglizcha kanali ustidan 3 turlik tekshirish elib bormoqda ekan. Mazkur idora CGTNning bu oyning 5-ida Xitoyda tutib turilayotgan Angliya muxbiri Peter Humfreyning majburiy iqror qildirilganligiga oid xabarni tarqatib, betaraf turish kelishimiga xiloflik qilganligini dalillab chiqqan. Uningdan boshqa mazkur idora yana CGTN Xitoydagi siyosiy partiyaning kontrolligida bo'lganligi uchun uni Angliyada xabar tarqatishdan butunlay cheklash haqida bir parcha shikoyat topshirib olgan. Bu shikoyatni Angliyadagi huquq himoyachilar deb ataladigan bir kishilik huquq tashkiloti bu yilning 5-ida sungan. Mazkur televiziya kanali ustidan sunilgan yana bir shikoyat Hong Konglik kitobchi Gui Minhayning qizi Angela Gui tarafidan sunilgan. Gui Minhay 2015-yili Xitoyda tutqun qilingandan keyin CGTN uning besim ostidagi tövbenamasini Angliyada tarqatgan. Gui Minhay 2018-yili qo'yib berilgan bo'lsa-mu, yana tutib ketilgan bo'lib, u hali ham Xitoyda tutqunda ekan. CGTN aslidagi Xitoy markaziy televiziya stansiyasi CCTVdan o'zgartirilgan Xitoy kompartiyasining bevosita boshqarishidagi televiziya tori bo'lib, u o'tgan yili Amerikada hukumat vakolatchisi deb tizimga elingan va Amerikada xabar berishdan cheklangan edi. Ustoz Muhammad Aminjon Damollam shahid qilindi. Atoqli ustoz Abdulhakimxon Maxtum Qog'iliqning birinchi avlod yetishtirgan ustoz Muhammad Aminjon Damollamning chet eldagi tuqqanlari 4 yildan beri hech qanday aloqa qila olmagan bo'lib, yaqinqi bir qancha kun ichida tuqqanlarga Xitoy turmasida shahid qilinganlik xabari kelgan. Ustoz Muhammad Aminjon Yunus Damollam bu yil 56 yosh bo'lib, asli yurti Sharq Turkistonning Xotan viloyati Gumi noyisi Ko'ktarak yezisidan. Atoqli Abdulhakimxon Maxtum Hojim Qog'iliq turmadan chiqqandan keyin yetishtirgan yetuk mudarris ustozlarning biri. Muhammad Aminjon Damollamni 2014-yil 11-oyda G'ulji saqchi doiralari uydan tutib ketib, 2015-yili 10-oyning 26-kuni qo'yib bergan. 2016-yili 2-oyning 3-kuni yana Xotan viloyat Lob nahiya saqchilari tomonidan Gumi Ko'ktarak yezidagi uydan tutib ketilgan. Tutib ketilgandan keyin hozirgacha chet eldagi tuqqanlari ko'rishalmagan hamda hech qanday xabarini ololmagan. Ustoz Muhammad Amin Damollam 1989-yili ilmni taliblar ichida birinchi bo'lib to'liq tamomlab, atoqli ustoz Abdulhakimxon Maxtum Qog'iliqning taliblari ichida birinchi qarorda shahodatnoma olgan. Marhum ustoz o'limalar hal qilishda qiynalgan mujmal masalalar hamda yangi fatvolarga keskin javob berib,
fitna ig'vo jadal mojarolardan yiroq turish bilan birga jadal mojaro talash tortishlarni keskin maydonda turib hal qilishga ilm o'gitishga barliq hayotini beg'ishlagan. Damolamni Xitoy tajovuzchilarining turmasi qo'rqitishi, uni ilm o'gitish, haqni yetkazish irodasidan qaytarolmagan. Tutqun qilinib qo'yib berilgandan keyin o'gitish, da'vat qilish vazifasini ado qilish maydonida ching turgan. Haq yo'lda o'limalarni yetishtirish uchun untinsiz xizmat qilgan. Alloh ustozning shahodatini qabul qilsin. Bu munosabat bilan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi, Sharq Turkiston O'limalar Birligi yozim bayonot e'lon qilishdan boshqa Turkiyada tunilgan olim Muhammad Amin Yildirim o'zining Twitter hisobida ta'ziya bildirib, uning shahodat xabaridan qayg'urganligini, inshaalloh shahidlarning pok qonlarining, zolimlarning vayron bo'lishiga, uyqu holatidagi islom ummatining tirilishiga vasila bo'lishini tiladi. Chira nahiyasida ko'chaga chiqqanlar haqoratlandi. 25-iyul ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sindan ma'lum bo'lishicha, mazkur sin Sharq Turkistonning Xotan viloyati Chira nahiyasi Chira bozori Tuzaqchi kentidan tarqatilgan bo'lib, 5 odamning har birining bo'yniga taxtay esilib, taxtiga uning ismining ostidagi qurg'a hayvon degan haqorat so'zi yozilgan. Sinda qo'rchoq amaldor so'z qilib, bu hayvonlar ko'chaga chiqmangdisi ko'chalarda aylanib yurganligini, bularning jinoyati uchun boshqa mahalliy kentlarga elib berib, xalq oldida sazoyi qilish jazosi berilganligini e'lon qilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Urumchida yamrashga boshlagan Xitoy virusini bahona qilib, Xotanning sahrolarida ko'chaga chiqishni cheklaganligi, ma'lum sabablar bilan tala-tuzga chiqqanlarni haqorat so'zlari bilan haqoratlaganligi bildirilgan. Shundaqli vatanimizning Turpan viloyatidami xalqning har xil faoliyatlarini cheklagan uqtirishlar tarqatilgan. Aytgan qalaymuqan yo'l yurtgan, ammo bizning Tuzaqchi kentidan yanada yetishib chiqqan hayvonlar, ayni markasi, nomerlari bilan birga bo'lini munda hozir hamda biz boshqa qo'shni kentlarga olib kirib, kentlarni cho'g'latmoqchi. Amerikada Xitoyning yana bir josusi tutildi. BBC to'rining 25-iyul bergan xabarda bildirilishicha, Amerika Adliya ministrligi Singapurlik bir erning Amerikada qurgan bir maslahat berish shirkatidan foydalanib, Xitoy axborot organiga axborot to'plaganligini e'tirof qilganligini e'lon qildi. Amerika amaldorlarining aytishicha, Yang ismli Singapurlik er o'zining siyosiy va ommaviy munosabat maslahatchilik xizmatini Amerikadagi oldingi saf sifatida ishlatib, Xitoy uchun axborot to'plagan deb ayblangan. Ma'lum bo'lgandek, Amerika texi yaqindala Amerikadagi Xitoy tadqiqotchi Tang Juanni Xitoy armiyasining orqa ko'rinishini yoshirdi deb ayblab qo'lga olgan edi. U navbatda qamoqda tutib turilmoqda. Amerika Xitoy munosabati texmi keskinlashgan bir paytda Xitoyning Singapurlik bir erni Amerikada axborot to'plash uchun ishlatganligi o'ttirg'i chiqqan hamda Singapurlik ermo jinoyatini e'tirof qilgan. Vatanimizdagi Xitoy zulmi jondan to'yg'izdi. Referans agentligining 24-iyul bergan xabarda bildirilishicha, Sharq Turkistonning Urumchi shahrida yashaydigan bir Uyg'ur Xitoyning bostirishiga qarshi o'zini o'ldirib olish vositasi bilan qarishtirmoqchi bo'lgan. Sharq Turkistonning Urumchi shahrida Xitoy tajovuzchilarining chekdan oshgan bostirishlariga chidamagan bir Uyg'ur 5 qavatlik binoning ustunki qavatining deraza sirtiga chiqib, "Men bu jondan to'ydim. Nima ish bu? Odamdek yashayolmadim" deb varqirab, Sharq Turkiston xalqining qanday holatda turayotganligini dunyoga yana bir qatim jakarladi. Qarshilik ko'rsatgan kishi so'zida yana Urumchidagi barliq uyning eshiklarining Xitoy amaldorlari tomonidan quluplanganligini oshkorlab, Xitoy bizni o'limga tashlab qo'ydi. Ular bizning kundalik turmush ehtiyojimizni qondirishga yo'l qo'ymadi. Men endi yashamayman deb varqirgan. Mazkur kishining silliq videosi ijtimoiy uchur vositalarida qattiq inkos qo'zg'adi. Navbatda bu kishining u derazadan o'zini tashlab olgan yoki tashlab olmaganligi haqida hech qanday uchur yo'q. Belgiyada Xitoyga qarshi namoyish o'tkazildi. Turkiya televiziya xabarlarining 26-iyul bergan xabarda bildirilishicha, Belgiya Uyg'ur jamiyati bilan Türk ommaviy tashkilotlari birlikda Belgiya poytaxti Bryusselda Xitoy tajovuzchilarining Uyg'urlarni bostirishiga qarshi norozilik namoyishi qilgan. Taxminan 300 kishi Belgiya markaziy poyezd stansiyasining oldiga yig'ilib, Xitoyning Sharq Turkistonda 11 yil ilgari elib borgan qirg'inchiligi
hamda hozir yurgizayotgan bostirish, ziyonkashlik va qirg'inchilik qilish jinoyatlariga qarshi norozilik bildirgan. Namoyishchilar Uyg'urlarga erkinlik, irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin, jazo lagerlari taqalsin degan shiorlar yozilgan plakatlarni ko'targan. Namoyishda fransuzcha, inglizcha va gollandiyacha bayonot e'lon qilinib, taxminan 3 milliondan ortiq Sharq Turkiston xalqining Xitoy tarafidan jazo lagerlariga tutqun qilinganligini, Xitoyning bu paketlarning xalqarada oshkora bo'lishini xohlamaydiganligini, jazo lageri qurishning kishilik huquqi daxli taruz qilganlik ekanligini ta'kidlashgan. Washington bilan Beijing o'rtasidagi konsulxona so'g'uqchiligi davom qilmoqda. Amerika Oqsaroy bayonotchisi Kayli Ek McEnany Xitoyning Hostondagi konsulxonasining ta'qib etilishi to'g'risida bayonot berdi. Oqsaroy bayonotchisi McEnany Xitoyning Hostondagi konsulxonasining ta'qib etilishi masalasi ustida to'xtalib, Xitoyni bizga o'xshash usulda inkos qaytarishning o'rniga o'zining yomon niyatli qilmishlariga qarab chiqishga chaqiramiz dedi. Oqsaroy bayonotchisi Kayli Ek McEnany muxbirlarni kutib olish yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlarining Xitoydan Hostondagi konsulxonasini ta'qib etishini talab qilishiga izohat berib, biz bu qadamni Amerika xalqining fikri, mulki va xususiy uchurlarini qo'g'dash uchun tashildik dedi. Xitoy Kommunist partiyasining uzun yillardan buyon Amerika texnologiyasi va fikri mulkiyatini savdo sohasida foyda olish uchun ishlatganligini ilgari surgan Kayli Ek McEnany Xitoyni bizga o'xshash usulda inkos qaytarishning o'rniga o'zining yomon niyatli qilmishlariga qarab chiqishga chaqiramiz deganlarini qayd qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari 21-iyulda konsulxona binosining sirtida materiallarning yo'qotib tashlanayotganligi to'g'risida ma'lum qilish uchuri topshirib olgandan keyin Texas shtatining Houston shahridagi Xitoy konsulxonasining ta'qib etilishi to'g'risida yo'l yo'riq tushirgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Houstondagi konsulxonasini ta'qib etdi. Chunki bu yer josuslik qilish va fikr mulki o'g'irligining markazi sifatida ishlatilmoqda edi degan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotida bo'lsa, Chengdudagi Amerika konsulxonasining ijozatnomasining bekor qilinganligi qayd qilingan edi. Turkiyada virusdan qazo qilganlarning soni tövallashni davomlashtirmoqda. Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni uda bir qancha kundan buyon 1000 dan tovan bo'lish holatini davomlashtirmoqda. Turkiyada yaqinqi 24 soat ichida Xitoy virusi sababidan 17 kishi qazo qildi. Buning bilan yuqum boshlangandan buyon qazo qilganlarning umumiy soni 5613 ga yetdi. Tunugun bir kun ichida salomatligi tekshirilgan 40016 kishining 927 nafarda virus payqaldi. Balnisdan chiqqan 1103 kishini qo'shganda salomatlikka asliga kelganlar umumiy soni 208477 ga yetdi. Sahiyya ministrligi xatarning hali ham mavjud ekanligini, maska taqash, ijtimoiy orliq saqlash va tozalikka diqqat qilishning intayin muhim ekanligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushu yerda oxirlashdi. Atigi xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.